Mana qara, og'ay, hozir 5 million doston-a. Buni bir 3 millionlarga qilsa bo'lmaydimi? Nam tikilishlarni qaranglar. Ajoyib zo'r. Bu hammasini o'zing to'qiding-a, o'rta? Hammasi, hammasi ruchnoy to'qilgan ekan. Mana cho'ntaklarini ham joylarini qaranglar. Buni yosh bolali bolaga ham zo'r ekan-da, Mamit. Qirrasi yo'q. Mana ham aytgancha e'tibor berma. Mana ham qirrasi yo'q ekan, mana qarang. Oyoq ushlariga ham. Oyog'ini bemalol tepsanglar ham bo'ladi. Ana tepsanglar ham bo'ladi. Chetki mana. Eng zo'ri mana kichkina xonada, misol uchun 4 ga 4, 3 ga 3 xona, lekin plotni tushdi. Ranglari haboga mos. Ana turishini qaranglar. O'zi necha ekan mana? 34 bo'lar ekan-da. Ana 34 bo'lar ekan. O'zi necha bo'ldi o'rta? 1.90 ga 1.80. E'tirozda o'zini matrasi bo'lganini hisobiga shu matrasga moslab qo'yadi. Shuncha narsa ketadi ichiga, shuncha narsa. Buni oyoqlarini yechib qo'yib turib, qatorga narsaga foydalansa bo'ladi. Mana hammasi yechilar ekan. Mopodosiga mana oyog'ini yechib qo'yib, bemalol Mamutga katta narsa qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Buni keyin oyog'ini yechgandan keyin tushirganingda nagruska bo'lmaydimi? Rossiyskiy profillar qilingan, tempi 1.2 qalalgan. Ha, ancha ko'taradi. Перегородкалari ham shuning uchun 5 ta berilgan. Перегородка mamnun aytasan, to'g'rimi? Mana shuni aytib. Mana. Atak zo'r. O'zingizga yoqqan rasmni, razmerni aytsanglar, o'zingizlar xohlagan razmerda, o'zingizlar xohlagan katsida qilib bera olarkan. Chunki magazinlarga borsanglar, o'zingizlar xohlagan, misol uchun razmer bo'lmay qolishi mumkin. Aslida domda turadigan. Domda tursanglar, misol uchun mebel to'g'ri kelmay qoladi. Bu keladi, boradi, o'lchaydi, qanaqa nima desanglar, o'sha razmerda, o'sha katsida qilib bera olarkan. Mana bunaqa ko'taradigan mexanizmi ham bor ekan. Bemalol bu domda turadiganlarga zo'r narsa ekanda, o'rta. Shuna kilogacha ko'taradi. 300 kilo. Mana shunday mana ko'tariladi. Narsaga ortiq narsalarni shunday qo'yib qo'yasizlar, yana yopib qo'yasizlar.